huquqiy ong va huquqiy madaniyatni yuksaltirish adolat va qonun ustuvorligining garovidir. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi 244 prim 1-modda. Jamoat xavfsizligi va jamoat tartibiga tahdid soladigan materiallarni tayyorlash, saqlash, tarqatish yoki namoyish etish. Diniy ekstremizm, separatizm va aqidaparastlik g'oyalari bilan yo'g'rilgan, qirg'in solishga yoki fuqarolarni zo'rlik bilan ko'chirib yuborishga da'vat etadigan yoxud aholi orasida vahima chiqarishga qaratilgan materiallarni tayyorlash yoki ularni tarqatish maqsadida saqlash, shuningdek diniy ekstremistik, terrorchilik tashkilotlarining atributlarini yoki ramziy belgilarini tarqatish yoxud namoyish etish maqsadida tayyorlash, saqlash, bazaviy hisoblash miqdorining 200 baravaridan 400 baravargacha miqdorda jarima yoki 3 yilgacha axloq tuzatish yoxud 1 yildan 3 yilgacha ozodlikdan cheklash yoki 3 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi. Diniy ekstremizm, separatizm va aqidaparastlik g'oyalari bilan yo'g'rilgan, qirg'in solishga yoki fuqarolarni zo'rlik bilan ko'chirib yuborishga da'vat etadigan yoxud aholi orasida vahima chiqarishga qaratilgan ma'lumotlar va materiallarni har qanday shaklda tarqatish, xuddi shuningdek fuqarolar totuvligini buzish, tuhmatona, vaziyatni beqarorlashtiruvchi uydirmalar tarqatish hamda jamiyatda qaror topgan xulq-atvor qoidalariga va jamoat xavfsizligiga qarshi qaratilgan boshqa qilmishlarni sodir etish maqsadida dindan foydalanish, shuningdek diniy ekstremistik, terrorchilik tashkilotlarining atributlari yoki ramziy belgilarini tarqatish yoxud namoyish etish, bazaviy hisoblash miqdorining 300 baravaridan 400 baravargacha miqdorda jarima yoki 3 yildan 5 yilgacha ozodlikdan cheklash yoxud 3 yildan 5 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi. Ushbu moddaning 1 yoki 2 qismida ko'rsatilgan harakatlar oldindan til biriktirib yoki bir guruh shaxslar tomonidan xizmat mavqeyidan foydalanib, diniy tashkilotlardan, shuningdek chet el davlatlari, tashkilotlari va fuqarolardan olingan moliyaviy yoki boshqa moddiy yordamdan foydalanib, ommaviy axborot vositalari yoxud telekommunikatsiya tarmoqlaridan, shuningdek internet jahon tarmog'idan foydalanib sodir etilgan bo'lsa, 5 yildan 8 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 244 prim 1-moddasiga ko'ra diniy ekstremizm, separatizm va aqidaparastlik g'oyalari bilan yo'g'rilgan, qirg'in solishga yoki fuqarolarni zo'rlik bilan ko'chirib yuborishga da'vat etadigan yoxud aholi orasida vahima chiqarishga qaratilgan materiallarni tayyorlash yoki ularni tarqatish maqsadida saqlash, shuningdek diniy ekstremistik, terrorchilik tashkilotlarining atributlari yoki ramziy belgilarni tarqatish yoxud namoyish etish maqsadida tayyorlash, saqlash, bazaviy hisoblash miqdorini 200 baravardan 400 baravargacha miqdorda jarima yoki 3 yilgacha axloq tuzatish ishlari yoxud 1 yildan 3 yilgacha ozodlikni cheklash yoki 3 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi. Diniy ekstremizm, separatizm va aqidaparastlik g'oyalari bilan yo'g'rilgan, qirg'in solishga yoki fuqarolarni zo'rlik bilan ko'chirib yuborishga da'vat etadigan yoxud aholi orasida vahima chiqarishga qaratilgan ma'lumotlar va materiallarni har qanday shaklda tarqatish, xuddi shuningdek fuqarolar totuvligini buzish, tuhmatona vaziyatni barqarorlashtiruvchi uydirmalar tarqatish hamda jamiyatda qaror topadigan xulq-atvor qoidalariga va jamoat xavfsizligiga qarshi qaratilgan boshqa qilmishlarni sodir etish maqsadida dindan foydalanish, shuningdek diniy ekstremistik, terrorchilik tashkilotlarining atributlarini yoki ramziy belgilarini tarqatish yoxud namoyish etish, bazaviy hisoblash miqdorini 300 baravardan 400 baravargacha miqdorda jarima yoki 3 yildan 5 yilgacha ozodlikni cheklash yoxud 3 yildan 5 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi. Ogoh bo'ling. Respublikamizdagi diniy hayot haqida tuhmatona uydirmalar tarqatish, dunyoviy qonun qoidalar asosida yashab kelayotgan fuqarolarga nisbatan zo'ravonlik qilishni da'vat etadigan materiallarni tayyorlash, saqlash va tarqatish, shuningdek O'zbekistonda faoliyati taqiqlangan Islom davlati, Hizb at-Tahrir al-Islomiy, Tavhid va jihod katibasi, musulmon birodarlari kabi terrorchilik tashkilotlarining atributlarini yoki ramziy belgilarini tarqatish yoxud namoyish etish maqsadida tayyorlash, saqlash, tarqatish yoxud namoyish etish, shu jumladan mazkur xatti-harakatlarni sodir etishda internetdan foydalanish huquqbuzarlik hisoblanadi. Tafakkur qiling. Soxta da'volarga aldanib, qonunbuzarga aylanib qolmang.